Bu bizani Barsigimiz. Ertalab Dubaydan uchib keldi. Bir hafta borib Dubayga dam olib keldi. Cho'milib, tomosha qilib, hamma joylarni ko'rib qaytib keldi. Mana o'shanga charchab uxlayapti. Bugun kechqurunga smenaga chiqib ketadi stoyankaga. 1-2 kunda oyligini oladi 3 million. Ana ko'rdinglarmi? Bizdan Barsik qanaqa mehnatkash. Hech kimning mushugi bunaqa bo'lmasa kerak menimcha. Yotishni qaranglar, Dubayga borib semiz bo'lib keldi yana. Dubayga borib mana qornilar do'mboq bo'lib keldi mana. Mana bizani Barsikchamiz. Ana. Kim Dubayga bormoqchi bo'lsa olib ketadi o'zi bilan birga. Keyingi oy yana boradi dam olgani. Hech kim Dubayga bora olmasa, mana shu har oy boradi dam olgani. Kim bormoqchi bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Barsik olib ketadi.